spor o'ynayman, bundan keyin tarpetkam oqarib ketyapti, chang tortib ketyapti, yoqmay ketyapti deb yurmaysizlar. Men sizlarga buni yechimini hozir ko'rsataman. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Detskiy krem и Lenor. Farqi bo'lish uchun men sizlarga mana ikkiga bo'lib ko'rsatib beraman hozir. Detskiy krem olamiz. Birinchi o'chirda gubkaga suramiz. Mana shunaqa qilib surib chiqaramiz. Bu tarpetkani как krem yumshatadi hamda sifati buzilib ketmaydi. Oldingi holatiga keltirib yumshatib qo'yadi. Ikkinchi darajada Lenor olamiz. Lenor uchi mikrofibraga. Lenor xususiyati ham matviy qilib, ham changni qaytaradi. Tarpetkadan shirin hid ham kelib turadi. Mana shunaqa qilib turamiz. Tarpetkani ko'ribsizlarki, asal bo'ldi, asal tarpetka. Обязательно qilib ko'ringlar. Obuna deb boshimda chocham qolmadi. Sizlar ham deb bag'ritoshlik qilmanglar, obunani bosinglar. Mana